Toshkent shahridagi Belarus Motors avtosaloni rahbari Bilol Mamajonov 9 yilga qamaldi. Sud uni juda ko'p miqdorda firibgarlik jinoyatini sodir qilganlikda aybli deb topdi. Kun ustanishgan sud hukmida keltirilishicha, Bilol Mamajonov firibgarlik aybi bilan 2024-yilning dekabr oyida qamoqqa olingan. U mashina olib berish aldovi bilan fuqarolarning pulini o'zlashtirgan, ammo va'dasini bajarmasdan pullarni o'z ehtiyojlariga sarflab yuborgan. Bilol Mamajonov va sheriklari 48 ta holatda Xitoydan mashinalarni keltirib berishni aytib, jabrlanuvchilarni qariyb 13 milliard so'mga chuv tushirgan. Bilol Mamajonov sudda aybiga iqror bo'lmagan va pullarni Xitoydan mashina olib kelish uchun Wang ismli shaxsga berganini aytgan. Jinoyat ishining Wang ismli shaxsga hamda boshqalarga oid qismi alohida ish yurituviga olingan. Sud hukmi bilan Bilol Mamajonov juda ko'p miqdorda firibgarlik jinoyatini sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bilol Mamajonovdan 46 nafar jabrlanuvchi va bitta fuqaroviy da'vogar foydasiga qariyb 12,5 milliard so'm undirish belgilandi.